Assalomu alaykum hurmatli Xemis foydalanuvchilari. Hozir uchun birinchi o'rinda talaba MyXemis saytiga kirib, o'ziga tegishli bo'lgan universitetga tanlash kerak bo'ladi. Mana testlash universiteti bo'lgani uchun test otemni tanlayapman va tanlashni bosaman va davom etish tugmasini bosaman. Mana menda ID va parol turibdi. Bu ID va parolni qayerdan olaman? Bu Xemis tizimi ro'yxatdan o'tadigan tizim emas. Ko'pchilik adashtiradi. Qanday ro'yxatdan o'tsam bo'ladi? Menga ID kerak, parol kerak dedi. Ushbu parolni faqatgina dekanat xodimigina berish mumkin. Ya'ni talabaga avtomat generatsiya qilingan ID ni beradi va o'ziga tegishli bo'lgan parolni beradi. Buni faqatgina dekanatdan olishingiz mumkin. Va ko'pchilikda mana parol kirganda ushbu xato chiqadi. Ya'ni parol xato deydi. Mana bu yerda biz chatan qo'yganmiz. Parolni unutdim deb bossangiz, qanday qilib parol tiklash imkoniyati borligini ko'rsatib beradi. Mana hamma savolga javob olsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'zingiz ham qanday qilib parol tiklash bilmoqchi bo'lsangiz, mana qo'shimcha imkoniyatlarga kirasiz. Parol bekor qilish tugmasini bosasiz. Va mana shu yerda siz o'ziga tegishli bo'lgan ID ni kiritasiz. O'sha dekan tomonidan taqdim qilingan ID ni kiritasiz. Agar ID ni ham bilmasangiz, boya aytganimdek, faqatgina dekanatga boribgina ID ni aniqlash mumkin. Hech kim sizni IDingizni qaysi guruhdan, botdan yoki telefon orqali aniqlab bermaydi. ID ni bilamiz, parolni unutganmiz, shuning uchun mana parol tiklamoqchimiz. Kerakli bo'lgan ID ni yozasiz va mana bu yerga himoya kodi, mana himoya kodini bu yerda kodni bu yerga kiritamiz. Bosamiz, davom etish tugmasini bosamiz. Mana shuni bosganda mana ushbu xatolar chiqishi mumkin. Bu qanday holatlarda chiqadi? Bu holatda talabaga tegishli telefon raqam kiritilmagan. Bunaqa holatda ham dekanatga murojaat qilishingiz kerak va o'zingiz telefon raqamingizni berib, meni akkauntimga ushbu raqamni biriktirib qo'yishingizni so'rayman deb dekanatga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin dekanat xodimi siz akkauntingizga o'sha telefon raqamini biriktirib qo'yadi. Shundan keyingina siz parol tiklashingiz mumkin bo'ladi. Mana men hozir parolni o'sha xodim talabaga boshqa profilim orqali kiritib qo'ydim. Mana endi bosamiz. Parol tiklash imkoniyati amalga oshirsak bo'ladi. Mana shu holatdan davom ettirishni bossangiz, o'sha dekanat xodim tomonidan kiritilgan sizning telefon raqamingizga SMS boradi. Mana shu raqamga SMS ketdi. SMS pulli 110 so'm pul oladi. Kimga SMS bormayotgan bo'lsa, o'z hisobini tekshirishni so'rayman yoki bo'lmasam kompaniyaga murojaat qilish kerak. Xemis tizimiga SMS bormayotgan bo'lsa, kompaniyaga murojaat qilish kerak. Qisqa raqamlardan kiruvchi SMslar bloklangan bo'lishi mumkin. Agar ushbu holatda ham parol tikla olmasangiz, ya'ni sizga SMS ham kelmasa, boshqa muammolar sabab tiklamasangiz, parol tiklash imkoniyati dekanat xodimlarida mavjud bo'ladi. Siz agar dekanat xodimiga murojaat qilsangiz, sizning parolingizni almashtirib berishi mumkin. Mana menga kelgan SMS kiritdim va tekshirish tugmasini bosaman. Kelgan SMS to'g'ri bo'ldi va endi men istalgan parolimni qo'yishim mumkin bo'ladi. O'zimga ma'qul bo'lgan parolni kiritib olaman. Birinchisiga o'ylab topgan parolimni kiritaman va ikkinchisiga o'sha o'ylab topgan parolimni qayta takrorlayman va parol o'zgartirish tugmasini bosamiz. Bo'ldi, parol o'zgartirildi va tizimni ko'rib turganingizdek eski versiyaga kirdi. Ya'ni bu hozir talabalar imkoniyat bor. Ham mana bu MyXemisdan foydalanish mumkin. Ham mana bu eski tizimdan, ya'ni eski versiyadan foydalanish. Ikkalasining vazifalari bir xil, hammasi bir xil. Hozir men bu darsimizda MyXemisdan foydalanishman, mana MyXemisga o'taman. Mana parolni tiklab oldik, endi o'sha parol bilan tizimga kirsak bo'ladi. Men parolni o'zgartirganim uchun yana xatolik beryapti. Mana men o'zgartirgan parolimni teraman va tizimga kiraman. Bo'ldi, mana tizimga kirdim. E'tiboringlar uchun rahmat.